Yordam beringlar. Ey Xudo, ish qilib o'g'il bola tug'dirmasin, erkak kishi tug'dirmasin. Voy, jejur ayol kishi bo'lsa ish qilib erim o'ldiradi-ya. Kim bor? Voy. Ha, qani keling. Ne tug'maysiz va qo'lim shunaqa yengil. Nechpasi ochildi o'zi? Kelsangiz oz tug'ib qo'yasiz. Suv ketyapti, qara. Voy, odammisan, uspet qilmaysan. Mendan boshqa bugun hech kim yo'q bu yoqda. Va tug'ishing kerak, hozir ering yetmayman, qiching yetmayman. Kel bu yoqqa bo'l tez. Tug'mayman deysan, mana bag'ringga olding. Ko'rdingmi necha kilo? 1 kilo tug'ildi, 4 kilo. Bu nechinchisi? Ikkinchisimi? Birinchida qanaqa qiynaluvding? Ha, qo'lingiz yengil ekan. Ha, yasha. O'g'il bolaning qo'li yengil bo'ladi, ko'rdingmi? Shu narsaga qaramadingizmi? Erim bilmasin. Jon aka, erim bilmasin. Hozir men hamshiralarga aytaman, sunchisini olishadi. Xavotir olma, men chiqmayman. Xo'pmi? Ko'nglingni to'q qil. Ahmadjonim kim edi? O'g'ilni bor bo'lsa, o'zim tug'dirdim o'zim. Qani? O'zi aytdimi baribir?